Oshno, Termizdagi neobычный ovqatlarni yeb ko'rishda davom etamiz. Bugun sushiga borib ko'rmoqchiman. Unda assortiment eng ko'p joyga borib ko'ring. Video yanada qiziqroq bo'ladi. Undan oldin videoga birinchi like bosasiz, biz ketdik. Rostdan ham assortimenti ko'p deb Bliss Time'ga yetib keldik. O'zimga eng yoqqan narsa bu yerning interyeri. Ayniqsa bu yerda devorga osilgan velosiped Germaniyadan maxsus olib keltirilgan ekan. Biz o'tirishimiz bilan bizga menyuni olib kelishdi. Menyudagi sushilarni ko'rib, avval yemaganligim uchun hech qaysi birini tushunmadim va ulardan yordam so'rashga qaror qildim. Siz ham menga o'xshab avval yemagan bo'lsangiz, aynan shularni zakaz berishingizni maslahat beraman. Bular tempura skurini, zapechonniy skurini va zeleniy sezar. Xuddi shunday akadan maslahat olib zakazlarni berib yubordim. Video sizlar uchun foydali bo'lishi uchun tayyorlanish jarayonini ham video olish uchun ruxsat oldim. Bu tayyorlanayotgan sushining nomi tempura skurini. Umuman sushi yemaganlar uchun aynan shunisini yeyishlarini maslahat beraman. Zakaz bergan sushilarimiz mana nihoyat yetib keldi. Buni maxsus cho'pchasi bilan yeyish kerak ekan. Men esa dehqoncha qilib qo'l bilan bosib olishga qaror qildim. Birinchi bo'lib sizga maqtaganim tempura skurinini yedim. Tamiga keladigan bo'lsak, noodatiy, lekin o'zimga juda ham yoqdi. Bu tam miyam uchun yangilikka aylandi. Endigi navbat ikkinchi sushiga, ya'ni zeleniy sezar. Tamiga keladigan bo'lsak, umuman noodatiy. Va nihoyat uchinchi sushiga ham yetib keldik. Buni nomi zapechonniy skurini. Menga anchagina maqtashgandi. Buni birinchi tishlaganingizdan sizga sirning ta'mi yaqqol bilinar ekan. To'g'risini aytsam, oxirgi sushi men uchun unchagina yoqmadi. Video foydali bo'lishi uchun manzilni tushuntirib o'tib ketaman. Yashil dunyodan o'tganingizdan keyin Beksaroy domlarining tag qismida joylashgan. Qaytgancha bu yerga mashinada kelsangiz, o'ngga burilishingizni maslahat bermayman, chunki